Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jo'rmisiz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka, ishlaringiz yaxshimi? Hamma yaxshi, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Aka, Endi nima bo'ldi? Telefon bo'ldingizmi? qaysi kuni, qaysi chizuvda, qaysi oyda? Aka, qarang, mana shu dekabr oyiga o'tkazib yuborishimiz kerak edi, yangi yil arafasiga. Xo'sh, dekabrda qaysi kunida, qaysi chizuvsida? Shu 25lariga anaqa qilishimiz kerak edi, aka. Bu san'atkor bolalar yo'qmi, aka? Yo'q. San'atkor bolalar yo'q. Shogirdlaringiz ham yo'qmi? Shogirdlar bitta bor, lekin uzoq edi, Sazag'andan qaydadir. Qayerda? Sazag'andan. Chaqirib olish iloji yo'qmi u kishini? Kelmaydimi? Iloji bor, lekin u konferensiya qilaymi telefonni? Yo'q, unaqa narsa qilib o'tirmang aka. Men siz bilan gaplashib, u odamga telefon qilib aytasiz-da, o'sha san'atkor bolalarni anaqa qilsangiz yaxshi bo'lardi-da. Prosta sizni men ko'rganligim uchun aytyapman bu gapni. Men YouTube'da sizni ko'rib qoldim. O'shancha aytgandim bu gaplarni. Endi tushunibga to'g'ri, shogirdimga o'zingiz aytsangiz, tushuntirsangiz juda chiroyli bo'lardi-da. Bo'ldi aka, undan muammo yo'q. Siz anaqa qilib qo'ying, mana shu o'zim raqamim bo'ladi. Undan keyin qarang, o'sha biz shu narsalarni qilib yaxshi bo'lardi. Bu analarimizga o'z bir kun syomka bo'ladi, ikkinchi kun ijtimoiy tarmoqqa qo'yiladi. Ikkinchi kun ijtimoiy tarmoqqa qo'yiladi. U 3-4 kunda o'zi ana bo'ladi, ommaga chiqadi-da bu narsa. Bu xuddi nima deydi, xayrli harakatga narsa-da, o'shanda g'olib bo'lish kerak. Bo'ldi, tushundim. G'olib bo'lsa, o'sha yutuq bo'lsa, yutuqni kimlarga beriladi? YouTube'larimizga aytdingku aka, birinchi o'ringa Bestyumka 55 avtomobili qo'yilgan. Ikkinchi o'ringa aka Spark avtomobili qo'yilgan. Uchinchi o'ringa qanaqaymiz? Uchinchi o'ringa 35 million pul qo'yilgan. Xo'sh, agar men masalamda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin olsam, o'sha pulni masalan 3-chi o'rinda olsam, masalan o'sha pulni qanday ikkiga bo'lamiz yo shaxsiy o'zimga bo'ladimi? Yo'q aka, o'sha YouTube'ingizni o'zingiz olib ketasiz. Firmamiz nomidan. Bu misol uchun birinchi o'rinni olasiz, Bestyumka 5 avtomobilni olsangiz 850 millionga u baholangan avtomobil. Mani nomerim qayerdan oldingiz akajon? Aka, siz YouTube'ga qo'yganingiz-ku, o'zingiz anaqa qo'ygan ekansiz. Keyin men birdan sizga ссылкasiga o'tib, birdan anaqa qildim. Sizning Instagramingiz ham bor ekan, to'g'rimi? Instagram bor, to'g'ri. Keyin ko'rib qoldim, o'shandan keyin men anaqa qilayotgandim. Agar kelmasangiz, kelolmayman desangiz, agar o'rningizga boshqa odam olasiz. Mayli, boraman, gapim emas, men boraman, lekin o'sha qayerga borish kerak? Qayer to'g'ri, Samarqanddami yo qayer to'g'ri? Yunusobod, Toshkent, Yunusobod 3 kvartalga keladi aka. Yag'lar Toshkentni bilmayman-da aka. Lokatsiya tashlaganman, Yunusobod kelasiz 3 kvartalga, anaqaga keyin otilmaydi. San'at maktabiga kelasiz. Faqat yerda jonli bo'ladi-da. Jonli bo'ladi aka, hammasi jonli bo'ladi-da, yutuqlarni qo'ygandan keyin jonli qilamiz-da. Tushundim. Qanaqa qilmoqchimizmi yo qanaqa qilasizmi? Tushundim, menga farqi yo'q. Xohlang jonli aytay, xohlang farqini aytay, menga farqi yo'q. 2-1 faqat o'sha jonlida masalan cholib bersa ayta olaman. Yo, chololmayman desa, o'zimni fleshkalarim bor. Fleshkalarni olib boraman, kompyuterdan qo'yib jonli ketadi. Muzika farqlanib ketadi, ovoz jonli ketadi. Bo'ldi, tushundim. Anaqa qarang aka, bu ota nima deydi, anaqa qila olasizmi? Qilib hammalarni bildirib qo'yingizmi? Olmani anaqasida? Yo'q, programma bilinmaydi. Masalan, usta aytayotgan bo'lsam, mikrofoni borku, o'sha banaki 100% ochmaydi, 10%, 15% ochib qo'yadi.
Çünkü bu sizden aytish kerakki, bilinmaydi bu. Ha, bo'ldi, bilinmasa bo'ldi. Mikrofon faqat Jonliga bütün gitaristlarimiz, barabanchilarimiz hammasi shu yerda. Tushundim. Agar program aytsam, masalan, tonni ochib qo'ymaydi mikrofonni. Faqat mikrofonni 10%, 15% ochib qo'yadi. Qolgan ba'zan ovoz pasaytirib qo'yadi mikrofondan. Bag'i ketadi program bilinmaydi вообще. Qo'ldan mikrofon tushmasa bo'ldi. Hech kim bilmaydi. Kompozitsiyadan anaqa bo'lmaydi. Ha. Mana audio kelgan payt sal mikrofonni zo'roq ushlayman. Audio ketgandan keyin sal yaqin ushlayman. Men u yog'ini o'zim keltiraman. O'rganim ana bilaman. Aka, bu anaqa qilardik yaxshi bo'lardi. Mikrofonni anaqa bo'lmaydi, kompozitsiyamizdan davra anonsiga bo'lmaydi. O'zi anaqa bo'ldi. Bo'ldi. Lekin men yaqin bo'lishga maloqim yo'q birinchidan. Ikkinchidan ham desam, yo'lni bilmayman. Tez vaqtda tashlasangiz, anaqa qilib yuboramiz. Turgan joyini lakasini tashlashim kerak, to'g'rimi? Mashina yuboramiz, ish qilib siz bu ishlayman dedi, sizdan javob beradimi? Javob olamizmi? Iloji yo'q javob. Endi iltimos qilamiz, iloji yo'q. 25-chi bilsa. Bo'ldi bo'lmasa aka, anaqa qiling. Pullar bittagina shogirdingizdan bittagina shogirdingiz. aytyapman, bitta shogirdim bor, savsaqaldan qayerda. Agar hozir anaqa qilaman desang, nomerini bersangiz, beraman nomerini. Yo'q, galashda desangiz, o'zi kompress qilib aka, bu bizga bir bolani qo'yib qo'yibsiz ekan, jonli aytgan ekan. O'sha jonli aytdim bo'ladi. Yo'q, faqat o'zim qo'yganman. Bironta bolani qo'ymaganman. Bitta bola ham qo'shiq aytgani bor ekan-da, o'sha to'yda aytgani bor ekan, keyin o'zi anaqada aytganmi? Jonli aytgan. Bilmam, u bola faqat o'zim qo'yib boraman, boshqa ham qo'ymayman men. O'zimning kanalimni o'zimni muhabbat men seni jonimdan sevgandim muhabbat yo'qmagan men senga ko'nglimni bergandim muhabbat yolg'izim sevganim degandim sen menga vafo qilding yo'q aytdi men seni jonimdan sevgandim muhabbat men senga ko'nglimni bergandim muhabbat yolg'izim sevganim degandim sen menga vafo qilmading mana ovozni sizga yo'l tutsa men seni o'xshatib oylarga qora qoshingni yoylarga qarama men oxir boylarga sen menga vafo qilmading badg'a yolg'onga aylandim yumshacha gumonga aylandim muhabbat armonga aylandim sen menga vafo qilmading muhabbat men seni jonimdan sevgandim muhabbat men senga ko'nglimni bergandim muhabbat yolg'izim sevganim degandim sen menga vafo qilmading birdan chiqardik.
Men seni oqshatdim oylarga, qop-qora qoshingni yoylarga. Qarama men oxir boylarga, sen menga vafo qilmading. Sevgandim sen bilmay xor bo'ldim, baxtingga yetolmay zor bo'ldim. Baxtiyoring yolg'iz men bo'ldim, sen menga vafo qilmading. Muhabbat men seni jonimda sevgandim. Muhabbat men senga ko'nglimni bergandim. Muhabbat yolg'izim sevgilim degandim, sen menga vafo qilmading. Tushunmadim. Seni sevib xato qildim. Rahmat. Yo'q. O'zimniki, Mustafa o'zimniki, sezim o'zimniki. Buni men ancha ishladim, o'zim ustida ishladim, ancha sho'rlar bilan ishladim, ancha bir malamlar bilan ishladim, matematika tushunayotgan malamlar bilan ishladim bu yerda. Improvizatsiya qilgansizlar? Avval keyin musiqani yaratdim, keyin kuyga soldim. Kuy tayyor bo'lgandan keyin, hammasi mustahkam bo'lgandan keyin borib studiyaga 3 kun qatnab, ana shu 1 soat shug'ullanib, keyin chiqardim. Bomba chiqsa o'zar chiqsin dedim-da. Sifatli bo'lsin dedim. Mana YouTube'ga, Instagramga kirib, mana shu qo'shig'im ne bor. TikTokda ham bor. Blogerlik ham qilasizlar? Blogerlik yo'q, qilmayman. Ba'zi birda bir reklama qilib qo'yaman, unchalik qilmayman lekin. Tushunarli. Yaxshi qo'shiqlaringiz bor ekan. Bor ekan, yaxshi qo'shig'im bor. Endi uchinchi tayyorlayapman. Daraxtlar ekib, shirin shakar mevasini totmay ketgan dadam, halol mehnat qilib, ro'yxatini ko'rmay ketgan dadam degan she'r yozilgan, hali bilmagan o'zimda. Aka qat'iy ota-ona haqida qo'shiq Tushunmadim. Ota-ona degan aloqangizda qo'shiqlar yo'qmi?